Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, spetstexnika ishqibozlari, pogruzchik ekskavator ishqibozlari. O'tgan safar videomda aytgandim, davno biz video olmadik. Yangi texnikalarimiz keldi, shular bilan band bo'lib qoldik. Yangi texnikalarimiz mikseri bilan kelgan. Bu 1.8 da mikseri. 1.8 pogruzchikka juda zo'r tushadi. Bunga gigantskiy motor qo'yganmiz. Mana ikkita taraflama двойной motor. Bu yoqda ham bor, narigi tarafida ham bor. 1,5 kuba nimani bemalol qoradi betonni. Mana bu tarafi o'zida двойной ikkitadan kovushlari, bitta kovushi 2,5 kubalik, bittasi 1,5 kubalik kovushi. Tak, xohlasalaringiz mana shu betonomeshalka bilan 1.8 pogruzchik olib kelib beramiz. 29 ming bo'ladi narxi. Mana shular ham zakazga kelgan. Tez keladi, bir oyda 20 kunda keladi. Bular 92 kilovatli 4 porsionli, lekin sizlarga xohlasalaringiz 6 porsionli Vichay motor, XMG dagi motor keladi. XMG bilan hamma zapchasi birga bir bo'lib keladi. Faqat u XMG 10 tonna, u 8 tonna. Xuddi XMG dagi kovush, o'sha qalin kovush bilan keladi. Tak, meshalkasi kerak emas desangiz 25 mingga keladi. Hozir ulab yoqib beraman aka. Shu aka, mana nima qadrli yurtdoshlar, mana ko'ringlar, xohlagan razmerlaringizda 3 kuba, 2,5 kuba, 2 kuba, 2,1, 1.8 1.8 olmoqchiman, pulim kam desangiz 20 ming bering, 5 mingini keyin mayli bo'lib ham beraverasiz. Farqi yo'q. Zato 1 so'm foiz qo'shilmaydi bizda. Ekskavatorlarimizni aytib o'tganman. O'sha boshqa joylarda 60 ming dollardan sotilyapti. 60 ming, 150, 60 ming dollardan sotilyapti. Bizda xuddi o'sha ekskavator, hamma parametrlari bir xil. Motorlari 50 kilovatli motor, 7 metrlik sterlar, 4 metr joyni kovlaydi. O'sha ekskavatorda avtomat korobkasini tak, vesi 8 tonna, avtomat korobkasini 40 mingga olib kelamiz. Boshidan 30 ming berasiz, 10 mingini keyin xohlang sraz bering, xohlang bo'lib bering, foizsiz. Tak, 35 mingligi mexanika korobka bo'ladi. Vesi 7 tonna, u ham 50 kilovatli motor, u ham 7 tonna. Hammasiga 2000 motochas yo 2 yil garantiya, 1 yil emas, 2 yil garantiya qilib beramiz. Yana nima, mexanika korobka, hammasi apparat motor, injektor emas. Kachestvasi juda zo'r texnikalarimiz. Komplektida 5 xil narsa qo'shib beradi. 3 ta kovush qo'shib beramiz, gidromolut qo'shib beramiz, adapter qo'shib beramiz. Shuncha narsa qo'shib beriladi. Solishtiringlar, любой joyga solishtiringlar. Mana 60 mingga bir xillar ekskavator mini olyapti. Bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Sababi 70 mingga biz karyerda ishlaydigan 9 metr sterlarli tak 0.6 kovushlik ekskavator olib kelib beramiz. Komplektida отбойнigi ham bo'ladi, uni transheyni kovushi ham bo'ladi. Motori qanaqa deysalaringiz, Cummins motor bo'ladi. 14 tonnalik juda baquvvat ekskavator. 60 mingga endi o'zlaring kommentariyaga yozinglar. Mini ekskavator 50 ming, 60 mingga olgan yaxshimi yo 70 mingga boshidan 50 ming to'lab 20 mingini keyin bo'lib berishga foizsiz karyerda ishlaydigan katta 0.6 kubalik kovushi 0.6 bo'ladi. Katta karyerniy ekskavator olgan yaxshimi? Kolyosniy xildirakli motor Cummins bo'ladi. Motorni bilasizlar, любой motordan zo'r u Cummins. Avtomat korobka bo'ladi. Mexanikami deb o'ylashlaringiz mumkin. Avtomat korobka, apparat motor bo'ladi, u ham injektor emas. Mana bularning narxi hozir 22 ming bitta kovush bilan, 23 ming ikkita kovush bilan. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab. Betonomeshalkasi 4 ming. O'zlaring pulini hisoblab yuboraverasizlar. Tak. Shuni o'zini podzakaz olib kelib berasizmi desangiz, olib kelib beramiz. Shuni o'zini 1.7 kubalik kovush bo'ladi. Ikkita emas, bitta kovush bo'ladi. 1.7 kubalik 20 mingga olib kelib beramiz. Ozgina kutasiz, 2000 ekonom qilasiz. Hozir olgan taqdiringizda ham siz 2000 ishlayolmaysiz bir oyda. Mana shunaqa variantlar bor. Mana Xorazmdan kelgan akalarimiz mana u zakazga kelingan. Bittasi, mana bunisimi Surxondaryoga ketadi. Klient
lyuki bilan degan ekan. E'tiborga olmabmiz. Lyuki bizda bez lyuk kelgan, lekin lyukini qo'yib yasab beramiz. Klient sigda praf deydi. Mana hozir akalarimiz suhbatini olamiz. Assalomu alaykum aka. Qayerdan keldilaringiz? Xorazm Urganch. Aka, texnika yoqdimi? Yoqdi, yaxshi. Ha, texnikani ancha kutdingiz, lekin to'g'rimi aka? Ancha vaqt kutdingiz. Nima yo'lda ham ozroq muammolarimiz bo'lib qoldi, lekin texnikalar kech bo'lsa ham yetib keldi. Shu, bu standartni 1.5 emas, standartni 1.5imiz ham bor. 6 tonnalik $19,000 dan sotilyapti. Lekin bu katta, bu 92 kilovatli motor, bu juda katta. G'ildiraklari ham 24, mana ramalari ham qalin, gabarit 3.10, balandligi strela 4.20 ga ko'taradi. Kovushlar двойной kovush, 1.7 kovush ham bemalol qo'ysangiz qiynalmasdan oladi. 3 tonnani men o'zim sinab ko'rganman bunda. 3 tonnani prosta ko'tarmaydi. O'sha 4.20 ga ko'targanda ravnovesiya yo'qolmaydi, chayqalmasdan turadi. Shu uchiga mikser qo'yasizmi, burovoy ustanovka qo'ysangiz ham bo'ladi. Uchiga любой narsatgan aytsangiz olib kelib beramiz. Shu aka, xaridorlarga nima maslahat berasiz aka? Kelinglar, tomosha qilinglar, olinglar, mininglar, ishlanglar. Yaxshi ish qilib hammasini, komfortni, Konditsionerlar bor, zadniy kamera, hamma narsasi bor. magnitofon bor, Hamma narsasi bor. Hamma narsasi joyida. Urganch nimaga Xorazm klientlarimizga, Qoraqalpog'istonga, Buxorodan juda ko'p klientlarimiz, Qashqadaryo, Surxondaryo, keyin vodiy taraflariga hammani shu chaqirib qolamiz. Kelinglar, ko'ringlar, texnika, любой texnikani olishdan oldin maslahat qilinglar. Bizdan olmagan taqdirlaringda mana ko'ryapman. Bu nima deydi, tushunmaganlikdan $60,000 ga mini ekskavator olish ahmoqlik bo'ladi. 50,000 ga ham bo'lmaydi, даже chunki uning narxi 40,000, 35,000 ga ham xuddi hamma joy bir xil o'sha ekskavatorda olasizlar. 70,000, 10,000 qo'shsalaring, boshiga 50,000 berasizlar, 70,000 ga karyerni 9 metrlik ekskavator olib kelib beramiz. Karyerda ishlaydigan kovushi 0.6 bo'ladi, 14 tonnalik ekskavator. U juda katta. Motor Cummins bo'ladi. Sizlar shoshib, unaqangi katta pulga arzon texnikani olib qo'ymanglar. Maslahatlashinglar, telefon qilinglar. Biz vaqtida telefon qilganlaringda ko'tara olmay qolishimiz mumkin, yo yonimizda odam bo'lishi mumkin. Обязательно qaytib chiqamiz. Telegramdan yozinglar yo boshqa maslahatlashib degani, kimdan olgan taqdirlaringizda ham slishkim qimmat olib qo'ymanglar. Hamma joy solishtiringlar. Biz 19,000 dan sotayotgan 1.5 kubalik pogroshiklarimizda 260-250 milliondan sotyapti. Bizniki 228 million bo'ladi. Любой joyda solishtiring. Agar bizniki bilan bir xil narx bergan taqdirda ham sirazi $1000 skidka bo'ladi joyida. Mana videoga gapim yozilib qolyapti, o'sha payt ko'rsatasizlar. Bu tasdiqlanadi. Bo'pti, hammaga omad, hammani ishlarini rivojini bersin. Sog' salomat bo'linglar. Like, podpiska bosinglar, чтобы hamma ko'rsin.